O'rikzor Residence 16 tashkali novostroykamizning 8-etajdan 56 kvadrat metr xonalari alohida bo'lgan xonadonimizga sotuvimizga chiqyapti. Ushbu xonadonni yaxshi narxlarda barakasini qilsangiz bo'ladi. Videoning oxirida narxi aytib o'tiladi. Bu yog'imizga kvartiramizga kirib keluvchi glavniy eshigimizni kirib keluvchida bizani mana shunaqa shkofimizni kutib oladi. Gabraska koridor 56 kvadrat 8-etaj. Kirib keluvchida birinchi xonamizni spalni qilib qo'yilgan, duh spalnisi, mana shunaqa televizorli zonasi, hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda konditsioner, pardalar, o'zini balkoni bor, ayollarimiz bo'yanib yasanish uchun trimolari mana shunaqa yaxshi remontda. Xo'p, balkondan chiqib, tashqi fasadni ko'rib o'tamiz, tashqi dvorni. Mana shunaqa 16 tashkali novostroykalar, parkovka uchun joylari bor, bolajonlar o'ynash uchun mana bu yoqda maydongohlari, xo'p, magazinlari joylashgan. Reshotkalar qilingan. Bezopasnost uchun bolalaringiz bo'lsa, qo'rqmasdan o'tirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa zo'r remontda, chiroyli dekoratsiyalari bilan birgalikda xonadonimizni xarid qilib olib, oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz yoki investitsiya qilaman, arendaga qo'yaman desangiz, $500 dan $550 arendaga berib qo'ysangiz bo'ladi. Arendatorni ham o'zimizga qo'yib beramiz. Bu yog'imizda ayollarimiz sevadigan oshxonamiz joylashgan, kirib kelaverishga 6 kishilik stol va stullarimiz, bu yog'imizda kuxonniy mebellarimiz joylashgan. Hamma narsasi sifatli materiallardan foydalangan, sifatli narsalar qo'yilgan. Posuda moykani o'zi ham ayollarimiz biladi, qaranglar. Hop, bu yog'imizda gradus to'g'rasangiz bo'ladi. Hamma funksiyalari ishlaydigan yaxshi posuda moykalar qilingan. Hop, bu yog'imizda kir yuvish mashinasi, gaz plitasi va sensorli vitichkalari joylashgan. Bu yog'imizda esa duh konturli kotyol hamda plyusiga aristonlar ham qilib qo'yilgan. Doполнительный ariston ham qilingan xonadonimizga. Bu yog'ida ham reshotkalari bor. Hoffmandan ikkita kamerali gigantskiy xolodilnikimiz qo'yib qo'yilgan. Mana shunaqa zo'r remontda yashashga tayyor bo'lgan xonadonimizni sotuvimizda, xudo xohlasa. Bu yog'imizni detskiy qilib foydalansangiz bo'ladi. Hozir pustoy turibdi va xarid qilib olgandan keyin xohlasangiz bolangizni soniga qarab spalni qo'yib bersangiz bo'ladi. Yoki arendaga beraman desangiz ham shu holatida arendaga berib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham konditsioneri bor. Xonadonimizda umumiy ikkita konditsioner. Mana shunaqa zo'r xonadonimizni xudo xohlasa yaxshi narxlarda sotuvimizga chiqyapti. Kelishilgan narxlarda qilib beramiz, xudo xohlasa, $20,000 yetmay qolsa uni kredit qilib beramiz. Hop, bu yog'imizda kvartiramizning umumiy sanuzel joylashgan. Sanuzel savmeshka qilingan. Bu yog'imizda qo'yilishi rakvinasi gradusli, oynalarimiz podsvetkali, vannasi va hojatxona qismi. Stena polniy kafeldan chiqqan. Juda ham zo'r remont qilingan. Xo'p, xonadonimizga aytib o'tganimizdek 8-etaj O'rikzor Residence 16 tashkali novostroyka 56 kvadrat metr. Hamma mebel texnikalari bilan birgalikda sotiladi. Xonadonimizning narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiraga $66,500 so'rovimiz, kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Xudo xohlasa, shu narxda masalan qo'lingizda 45,000 yoki $50,000 pulingiz bo'lsa, qolganini через bank orqali kredit ham qilib beramiz. Naqdga xudo xohlasa 66,500 dan savdosini qilib, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Arendaga qo'yaman desangiz $500-550 ga arendasini ham qo'yib beramiz. Ushbu kvartira o'zim nomimda, xudo xohlasa bemalol telefon qilib, savdosini qilib, baraka qilsangiz bo'ladi. Videosidagi telefon raqamlariga telefon qilib, savdosini qilsangiz bo'ladi. Like qilib bosib qo'ying. Shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishingizga ushbu videoni tashab qo'ying.